uchun Asaka tuman hokimligiga murojaatimiz bor. Hozir Asaka shahar Nodir Mo'xey Karvonsaroy ko'chasida turibmiz. Mana ko'prigimiz bu holatga ketdi. Bu yerda o'quvchilar o'tyapti, kattalar o'tyapti. Yomg'ir yog'sa yo'llar suv bo'lib qolsa, mana yo'l bo'yiga chiqib ketyapti o'quvchilar. Jo'ringlar. Yo'llarda simlar chiqib ketdi. Yo'llar ham bu taraf buzilib ketgan ekan. Kim tomonidan buzilgan bilmadim. Asaka tuman hokimi shunday e'tibor berib yordam qilishni so'rardik. O'quvchilar ma'lum bog'cha bor, maktab bor ikkita. O'tgani yurgani qiynalishyapti. Agar bu yerdan velosiped, arava kelsa o'quvchilar bu tomonga o'tib ketyapti. Shuning uchun mana shu yo'llarga e'tibor berib yordam berishni so'rardik. Mana ko'prik buzilib ketgan ekan, kim tomonidan buzilgan bilmadik. Lekin shu yo'llar ta'minlab, shu ketgan o'quvchilarga, fuqarolarga, yo'lovchilarga yordam qilishni so'rardik. Xo'p, boshidan ko'raylik-da. Metrini ko'rsataylik. Yosh bola bu yoqqa tushib ketishi mumkin. Tepaga chiqib nima bo'lib ayollarni ko'rsataman. Mana ko'prikning u boshi ham, bu boshi ham olinib ketgan ekan, kim tomonidan olingan bilmadik. Shu tomonlarda remont qilib, xavfsizlik oldini olishni yordam berishni so'rardik. Asaka tuman hokimi. Bo'ladi. Mana yosh bola trotuar yo'ligi uchun mana yo'l bo'ylariga chiqib ketyapti. Mana yo'l bo'yida yurishibdi.